Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Oripova Xolidaxonga tushdimmi? Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Alo, siz meni eshityapsizmi? Ha, eshityapman. Opajon, sviyazi bor joyga chiqing. Alo, davushim boryaptimi? Ha, Xolida opajon, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ha, rahmat. Baxtli ayol kanalidan sizni bezovta qilyapman-da. Men G'aniva Zulfiya bo'laman, Baxtli ayol kanali adminkasi. Ha, rahmat. Topingchi, meni sizga kim yubordi? Opamdir-da. Ha, qaysi opangiz? Ikkovda. O'zi ikkita opam bor. Ismlarini aytingchi, qaysi biri bo'lishi mumkin? Shoir opam desa. Shoir opangiz birinchi martadan beri mana shuni tashkillashtirish bilan shunaqa yuguradiki, shunaqa baxtli ekansiz. Ko'nglingizni olish uchun, xursand qilish uchun. Bitta singlim bor, uni men xursand qilishim kerak, singiljonim. O'sha kunga uspet qilasizmi deb holigacha jon halak. Ha, rahmat. Ilom tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Mana shunaqa opalar ko'p bo'lsin. Juda ham yaxshi ko'rar ekan sizni. Allohim suygan banda ekansiz. Qarang, sizni mana shunaqasiga xursand qilishga shoshilyapti. Qarang, opangiz yozgan maktubni siz uchun o'qib beraman. Ruxsat berasizmi? Mayli. Assalomu alaykum. Mening jondan aziz singiljonim. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Bu dunyoda yaxshi ham sen mening singiljonimsan. Agar dunyoga qaytadan kelsam, yana sendek singlim bo'lishini xohlar edim. Boringga shukr, o'zingni ehtiyot qilgin. Farzandlaring baxtiga omon bo'lgin. Ukalaring o'tkirjon, umr qiljon, opalaring shoira, salomat, kelinlaring Muhayyo, Halima, jiyanlaring Xosiyat buvi, Muhammadjon, Gulsanam, Maqsudjon, Fazliddin, Faxriddin, Kamola, Bilolbek, 3 o'g'illaringiz Quvonchbek, Otabek, Ismoilbek, Manija, Mahmudjonlar va dadajonim, onajonim nomidan seni tabriklaymiz, yaxshi ko'ramiz deb maktub yuborgan. Rahmat. Qanaqasiz endi? Xursand bo'lyapsizmi? Bayramlari bilan tabriklayman o'zlarini ham. Ha, 8-martda zo'r ayyomda tug'ilgan ekansiz. 8-mart bayramingiz muborak bo'lsin, Xolida opajon. Rahmat. So'zlaringizniki ham muborak bo'lsin bayramlaringiz. Mana shu she'rni opajoningiz nomidan qabul qilasizmi? O'qib beraman. Ha. Mayli. Singiljonim, seni yaxshi ko'raman. Chunki sen oq ko'ngil, taqvoli inson. O'zingni asragin, hurmat qilaman. Orzularing tomon chorlasin imkon. Singiljonim, seni yaxshi ko'raman. Sen meni tushunib tinglaverasan. Ba'zida siqilsam zarda qilaman, shunda ham jilmayib kulaverasan. Singiljonim, Xolidajonim, seni yaxshi ko'raman deya shoir opajoning deb mana shu she'rni ham opajoningiz nomidan qabul qilasiz. Rahmat. Vaqtimizga sog' bo'lsin, opam. Xo'sh, reaksiyalaringizni aytingchi, qanaqa xursand bo'lib ketdingiz? Opangizga qanaqa tilaklaringiz bor? Tilaklarim opam yaxshi yursin, tinch sog' bo'lsin. Hammamizning vaqtimizga. Ha. Bosh bo'lib yursin hammamizga. Opajon, ancha yildan keyin 3 farzandli bo'libsiz, ha? 3 ta o'g'illi bo'libsiz. Ha. Farzandsizlikdan ko'p qiynalib, hozirda 3 ta o'g'li bor deb xursand bo'lib aytib berdi. Rahmat, Xudoga shukr. Ilohim farzandlaringiz sizni doimo yuzingizni osmonlarga qaratadigan yaxshi farzandlar bo'lsin. Allohim qalbingizga qanaqa havas solgan bo'lsa, hammasini ijobatini bersin. Rahmat. Sizni Baxtli ayol kanali nomidan yana bir bor tabriklayman, opajon. Rahmat sizlarga ham. Bayramni yaxshi o'tkazingizlar. Mayli, o'zingizni ehtiyot qiling. Alloh uchun o'zingizni doim ehtiyot qiling. Salomat bo'ling. Rahmat. Mayli.